aytishim kerakki, ha, shu yerda xizmat qilaman. Egnimda harbiy kiyim. Ularning hammasi menga halok bo'lgan yerimni eslatadi. Kim bilan bo'lmasin, meni avvalgi qismatim takrorlanishini xohlamayman. Tushun, muxlislarimiz to'yda ham, konsertlarda ham bir xil. Faqat farqi shundaki, ular konsertga kelib sani ijodingga baho berib tomosha qilishadi. To'yga bo'lsa yoqtirgan xonandalarini taklif qilib raqsga tushishadi. Qoshki birontangiz ishlaring yaxshimi deb so'ragan bo'lsangiz-ki, mendan nimaga yig'layapsan deb so'rashga haqqingiz bo'lsa, hammangiz dardingizni to'kib sochasiz. Men-chi? Meni kim eshitadi? Shunda bo'ladi, ushlab turing. Men ana u yerga kirib chiqay. Bo'ldi. Bemalol. Qani? Menga qarang. Undan meni qayerim kam. O'ldiraman seni, o'ldiraman. Nimaga meni yarim o'ladi? Shubhadam, yerimdagi o'ladi. Gapir. Nimaga o'ladi? Men bu yerda jo'ralarim bilan qumor o'ynayapman, ha? Yuring, uyga ketaylik. Iltimos. Qanaqa gap uqmas xotinsan? One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni.